Aniq ayta olaman, shu retsept bo'yicha skоворodkada tayyorlanadigan vupi pay shirinligini tayyorlab ko'rsangiz, boshqa ko'chadan sotib olmaydigan bo'lasiz. Tuxum, shakar, o'simlik yog'i, sutni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Alohida idishda ilangan un, kakao, razg'ritelni ham birlashtirib, suyuq massaga qo'shib, kamochkalari ketguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor xamirimizni teng uchga bo'lib olamiz. Skоворodkamizni yog'lab, past olovda qopqog'ini yopiq holatda pishirib olamiz. Qopqog'i terlaganda esa artib turish esingizdan chiqmasin. Biskvit ko'rjlari ham birpasda pishib chiqdi. Kremi uchun esa 300 gramm qaymoq, 150 gramm sgushenniy moloko ikkalasini is tushguncha mikserlaymiz. Pishgan ko'rjlarni sut bilan propitka qilib, kremni shu ko'rinishda chiqazib olamiz. Orasiga xohlagan mevadan foydalanishingiz mumkin. Ko'rj krem qilib yig'ib, ustiga varyoniy sgushonka bilan yong'oqdan ham foydalandim. Bu yo'q endi o'zingizni fantaziyangizga bog'liq. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Mazasiga esa gap bo'lishi mumkin emas.